Bolam ko'radi. Voy, bu qimmat bo'lsa. Qancha ekan? Zo'r-ku. Kiyilgani yomon zo'roq. Dadasi, menga mana shu kostyumni olib bering, iltimos. O'zi pul yo'q, o'zi yetkazolmayapman. O'tma, tajimiya. Bo'lsa, ana shuni. Ye. Qo'shga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozir ana ko'ylakni olib beraman. Pul ko'p, men mana olaver deb turdim. Birga olamizmi bo'lsam, ha? Ketdik, qani. Dadasi qarang, birga birmiz a? Ha, haqiqatda birga bir ekansizlar, ayniqsa. Burni yomon o'xshagan, ha? Qani, kallalari rosa bir xil ekan. Qani, buni ham kallasi bo'm-bo'shda. Dadasi, mana shu rangni ko'rib ketdik, shuni olib berasizmi? Ha? Bo'g'ib turar ekan, ha? Ochigidan yaxshi-da. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Nima qilay, olaymi? Olar. Qachon to'ladingiz mana? Dadasi qarang, men bu qora ko'ylak menga rosa chiroyli tursa kerak-a? Ko'kini olgin, uyga borganingda. Ko'zini ham ko'kka bo'yaymiz, buni uyga borganda. Shunga ana ko'k yaxshi. Ko'k to'lovmi? Ha, qo'shni, uyga borsang ko'zingga ko'kartiraman dedimi? Men sizni ham yeringiz bo'g'aman dedimi, qo'shnijon? Unaqa gap bo'lgan yo'q. Ha, qo'shni, kaltak desak 4 kunda tuzalib ketamiz, zato ko'ylagimiz o'zimizga qoldi. Ko'ylak olib. Aka, mashina bo'rish tanishlar yo'qmi? Mashinani sotmoqchiman. Kredit olmoqchi edim, kapil bo'lib berolmaysizmi? Bo'ldi, dardimiz bir ekan. Yeb qo'ydik.